Assalomu alaykum barchaga. Bundan ro'parasi 9 oy avval qo'rquv, vahima, panika ataka, yurakning tez urib ketishi, tomoqda nimadir tiqilgandek bo'lishi, qizib ketish, sovib ketish, umuman olganda nevroz kasalligidan aziyat chekkan va bizda o'sha konsultatsiya darslarimizga qatnashgan, hozirgi kunda chiqib ketganiga, mana shu kasallikdan 100% tuzalganiga ro'parasi 9 oy bo'lgan Ziyodulla akamiz Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidan Toshkent shahriga tashrif buyurdi. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. Xo'p, bizni tomoshabinlarimiz juda ko'pchilik so'rashadi. O'zi bu kasallikdan tuzalsa bo'ladimi? Qanday qilib onlayn tuzalsa bo'ladi? Qanday qilib tuzalsa bo'ladi? Dorisiz ham tuzalsa bo'ladimi degan juda ko'p savollar berishadi. So'zni sizga bersakda gapni qisqa qilib qanday qilib bu kasallik bo'ldi birinchisi va qanday tuzaldi? O'shani shoshmasdan bosqichma-bosqich aytib bersangiz. Marhamat. Rahmat so'z berganingiz uchun. Baxtiyor aka, avvalambor siz bilan ko'rishib turganimizdan juda ham bag'oyatda xursandman. Bizni kuzatib turganlarga mana hozirgi berilgan savollardan kelib chiqib, bu stress holatlaridan kelib chiqadigan jarayon hisoblanadi, nevroz. Ya'ni qanaqadir qo'rquv bo'ladimi, kechqurun qanaqadir qattiq qo'rquvdan yoki qanaqadir bir jarayondan kelib chiqqan jismni o'sha bir qanaqadir holati, ya'ni o'sha qo'rquvdan kelib chiqadigan jarayon hisoblanadi nevroz bu. Sizda qanday boshlangan? Menda o'sha avtohalokatni kichik bir ko'rinishda bo'lganda menda o'sha qo'rquv bo'ldi, ya'ni o'sha tanadan qon chiqib juda ham bir qo'rquv holatiga, ya'ni kechqurun bo'ldi o'sha jarayon. Bundan o'sha bo'lgan jarayondan 10 kundan keyin boshlandi bu narsa. Ya'ni demak, avtohalokat bo'lgan. Aynan qayerda, masalan, boshda, ya'ni o'sha terini yirtilish holati bo'ldi. Bu narsadan juda ham qattiq qo'rqaman. Ya'ni qon oqqandan keyin juda ham bir shok holatiga keldim. Bu o'sha 10 kun davom etdi, o'sha bitib ketgunga qadar. Lekin 10 kundan keyin menga psixologik udar berdi. Ya'ni stress holati yuzaga keldi. Nevrozning boshlang'ich ko'rinishi namoyon bo'ldi. Ya'ni kechqurun uxlayotgan paytda to'satdan uyg'onib ketdim va yurakni haddan ziyod tez urishi, sovuq ter chiqishi va hayajon va qo'rquv, qon bosimi ko'tarilishi o'zimga bilinyapti, qizib ketish natijasida. Qon bosimingiz nechaga ko'tarildi? 200 ga 100. Ya'ni keyin tekshirganimizda o'sha birinchi holatda 180 ga 90, keyingi o'sha kuchliroq ko'rinishda bo'lganda 200 ga 100 gacha ko'tarilib bordi. Bu holatda endi juda ham qo'rquv, qizib ketish, boyagidek vahima, taxikardiya, mana shunaqa holatlar juda ham qattiq bo'ladi. Yuragingiz nechtagacha urgan? Endi buni men aniq bilmayman, lekin chiqib ketadigan darajada bo'ldi. Xuddi ana yurak qinidan shunday. Bu yurak urishi shunaqangi eshitiladiki, sizga qattiq eshitiladi, gupillagan. Bu o'z-o'zidan vahimani keltirib chiqaradi. Shunaqa xuddi hozir yuragingiz tez urib, boya chiqib ketadigan darajada holatda bo'ladi. Mana bizga ko'pchilik murojaat qiladi. Taxikardiya, ya'ni kardiofobiya deyiladi, yurakda tez urishi. Hammada ham tez urmaydi. Hurmatli tomoshabinlar, kimlardadir taxikardiya bo'lsa, ya'ni yurak haddan tashqari tez ursa, kimlardir aksincha sezmay qoladi yuragini. Kimlardir tanasini hamma joyda yurak urayotgandek bo'ladi. Gupillagan ovoz eshitiladi. Kimlardadir yurak xuddi to'xtab urgandek bo'ladi. Kardiologga boradi, o'sha EKG qildiradi. Eho, holter taqadi, 100% sog'lom chiqadi. Sizlar o'sha jarayonni o'tdingiz. Eholarga ehoda yurakni urish tempini tekshirar ekan, o'shalarni tekshirtirdi, keyin va yurakni EKG qilindi. Lekin hammasi yaxshi chiqadi-da. Sog'lom chiqadi, lekin kasal yo'q deydi, lekin uyga borgandan keyin yana shu jarayon boshlanadi. O'shanda qanday fikr o'tadi? Masalan, o'zingiz mag'zingiz qochib boryapti-da, yuragingiz tez urib, qo'rquv, vahima, xuddi o'lib qoladigandek bo'lib boryapsiz, lekin doktorlar sog'lom desa nima deydi? Yo'q,
manimcha deyman bu doktorlar shu narsani bilmayapti. Men mana shunaqa mazam yo'q, kasaldirman balki, tekshiringlar, qayta tekshiringlar deyman, baribir siz sog'lomsiz degan gap beradi. Necha marta tekshirtirgansiz? Ko'p. 10 marta tekshirdim. 10 marta. 10 marta o'sha borib to'lovlarni qilib, EKG'ga, EKG'ga, yurakni urish templarini hammasiga to'g'risi sizda oldin gaplashganimizda hamma boyagi jarayonlarni tugatib, oxiri sizga yuzlashganman. Sizdan ya'ni Xudoga shukr, yaxshi. Juda ham mana ekstremal holatdan chiqib ketish jarayoni bo'lgan. 100% chiqib ketish. ana bizga ko'pchilik o'sha mana shuncha analiz to'plab keladida. Siz bilan birinchi konsultatsiya qilganimizda ham xuddi shunaqa holatda edi. Hop 100% chiqib ketdingizmi? 100% chiqib ketgan. 9 oy bo'ldi chiqib ketgan. 9 oy bo'ldi. 9 oy mobaynida biron marta qaytalanish unaqa narsa Yo'q, umuman bo'lgani yo'q. Lekin normal paytidagi holatlar qisman 5% u aylanib yuradigan boyagi negativ fikrlar bo'ladi. Bu sog'lom odamda ham bo'ladi. Uni fundamentimiz bo'lganligi uchun mana Baxtiyor aka bilan gaplashib boyagi o'zlarini mashqlari, boyagi ko'rsatmalari bilan o'sha fundament natijasi u 5% umuman hech qanaqa uni bermaydi. Shunaqa. Xo'p, taxikardiyadan boshqa yana qanaqa simptom kuchli bo'lgan siz? Kuchli bo'lgani taxikardiyadan sovuq ter chiqadi. To'satdan sovuq ter, orqa tarafdan mana yelka tarafdan sovuq ter chiqadi. Terlar xuddi bir ancha ish qilib terlagan holatda lekin birdan chiqadi. O'sha sovuq ter chiqdi degani miyaga birdan boyagi vahimani beradi. Xuddi hozir nimadir bo'lib qolaman degani. Keyin tomoqda tiqilish. Nimadir tiqilgandek bo'ladi. Nimadir tiqilgandek bo'ladi. Bunda siz boya yutin olmaysiz. Xuddi havo yetmayotgandek bo'ladi. U derazalar ochamiz, tashqariga chiqqanimizda baribir hech qanaqa yordam bo'lmaydi. Tiqilib turganda tomoqda nimadir tiqilish bo'ladi. O'sha ham juda ham qattiq qo'rquv beradi. Qo'rquvni o'zi tasavvur qilmaydigan darajada. Qo'rquv berilgani o'zi xuddi hozir o'lib qolaman degandek qo'rquvlar tuyuladi shunaqa. Demak, taxikardiya kuchli bo'lgan. To'satdan sovuq ter chiqqan. Tomoqda nimadir tiqilgandek, ovqat yonmay qolish, ovqat yesangiz ham xavfsirab, ana xuddi tiqilib qoladigandek. Yana qanaqa simptomlar? Hozir juda ham sal yodimdan ko'tarib, eng katta juda ham vahimali simptom men uzoqqa yura olmay qoldim. Qanchalik mahallaga chiqa olmayman? Mahalladan chiqa olmayman. Uydan chiqish mayli, mahallagacha men bora olmay qoldim. Avtotransportda mana shu 6 oy qiynalgan bo'lsam, o'sha jarayonda 6 oyda umuman biror joyga avtomashina bilan chiqmadim. Xuddi avtomashina bilan chiqsam nimadir bo'lib qolaman. Chiqib ham ozroq yurib yana balisaga qaytib kelgan. Mana qiziq savol. Mana shu men juda ko'pchilikga ko'p marta aytaman, nevroz kasalligi odam qashshoq qiladi deyman. Nimaga desangiz, pulingizni olib borib analizga, apparatga tushasiz, analiz topshirasiz, tabiblarga borasiz, ba'zilar masalan folbinlarga boradi. Jami hisoblaganda necha marta doktorga bordingiz, necha marta analiz topshirdingiz, necha marta tabiblarga bordingiz? Tabibga 5 marta tabibga bordim. 5 marta tabibga bordim. 10 marta doktorga bordim va 1 marta o'sha kasalxonaga yotganman. Lecheniya olib chiqqan. Lecheniya olib chiqqanman. Lekin nima uchun lecheniya olganimni sezmaganman. Foydasi bormi? Yo'q. Xo'p, qizib ketish, bosh aylanishi bo'ladimi? Bo'ladi. Boshilib qoladigan. Bosh aylanishi ham bo'ladi. Onda sonda shunday turgan joyda bosh aylanadi, xuddi yiqilib ketaman, xuddi mana bu yer qimirlaganday holatda yiqilib ketish natijasiga boradi, lekin ushlab turaman, lekin aylanaveradi bosh. Ma'lum bir vaqt aylanib to'xtaydi. Lekin hech qachon hech qachon yiqilmaganman. Mana azizlar, e'tibor bering, nevrozda kuchli bosh aylanish bo'ladi, psixogen bosh aylanishi. Nevrozligini qayerdan bilsak bo'ladi desa, hech qachon sizni yiqitmaydi. Hech qachon sizni yiqitmaydi.
Sizda ham xuddi shunaqa Shunday. bo'lib o'tgan. Shunday. Yopishqoq xayollarchi? Yopishqoq xayollar kelardi. O'sha kechqurunlari, qanaqadir bo'sh payt holatlarda bo'lib qolgan paytim, biror bir ish bilan chalg'imagan holatlarimda mana shunaqa yopishqoq xayollar kelardi. Qo'rquv ichida kelardi. Hozir nimadir bo'lib qolasan, nimadir avtomashinang tayyor tursin, kasalxonaga telefoning tayyor tursin, telefon qilasan, skora chaqirasan degan bir yopishqoq xayollar kelib aylanib turardi. O'sha yopishqoq xayollar kelganidan boshlanaveradi. U birdan yurak tez urib ketish keyin boshlanadi, o'zini chaqirib olaveradi. O'zim chaqirib olardim. O'zim eslardim, eslagandan keyin boshlanadi. Boyagidek sovib ketish, tomoqda tiqilish, keyin boshlanish hammasini o'zimiz chaqirib olarkanmiz. Shunaqa. Xo'p, qaltiroqlar, unaqa narsa bo'lganmi? Qaltiroq baracha bo'ladi. Ichki qaltiroq deydi. Ba'zilarda qo'l oyoq qaltirashi mumkin. Bo'ladi. Ba'zilarda ichki qaltiroq bo'ladi. Menda qaltiroqlar, ya'ni baracha bu qon bosimini ko'tarib ketishidan dalolat beriladi. Menda o'sha baracha bo'ldi degani bu kami 140 dan oshib ketdi, 160 ga o'tdi. O'sha tez tibbiy yordam xodimlari kelgunga qadar 180 gacha ko'tardi. O'sha qaltiroq bo'lavergandan keyin ukol qilishardi, keyin qaltiroq baracha sekin kamayaveradi. Bu vaqtinchalik ekan. Vaqtinchalik shunchalik. Xo'p, necha oy qiynalgansiz? Roq borasa 6 oy qiynalgan. 6 oy bormagan joyi bormagan. Qayerda shifo bor desa borib ko'rgansiz. Hammasiga borib ko'rgan. Oxirgi o'sha Toshkentga taxikardiya yurak bo'yicha o'sha maxsus markazga kelish niyatim bor edi. O'sha rejam keyin siz tufayli o'sha to'xtadi. O'sha oxirgi Toshkentga kelish rejam bor edi. Siz bilan gaplashganimdan keyin o'sha Toshkentga kelish rejam to'xtadi. Tushunarli. Xo'p, menga juda ko'pchilik savol beradi. Mana konsultatsiyalarimizda, darslarimizda, onlayn darslarimiz bor, konsultatsiyalarimiz bor. Savol beradi. Bu kasallikdan deydi, qanchada chiqib ketaman deydi. Men aytaman, eng uzoq davolanadigan kasallik ham nevroz, eng tez tuzaladigan ham nevroz. Qanday qilib deydi? Bir haftada tuzalsa bo'ladimi deb savol beradi juda ko'pchilik. Mana azizlar, videolarimizni ko'rib borayotgan bo'lsangiz, kuzatib borayotgan bo'lsangiz, kimdir aytayapti 1 yilda chiqib ketdim deyapti, kimdir 8 oyda, kimdir 4 oyda, kimdir 1 oyda chiqib ketdim deyapti. Diqqat bilan eshiting. Necha kunda chiqib ketdingiz? 1 haftada chiqib ketganman. Yana bitta. 1 haftada chiqib ketganman. Eshitdingiz azizlar, ya'ni mana Ziyodulla akamizni o'zlari mana shu nevrozni boshidan o'tkazib, bormagan joyi qolmay, hech narsaga ishonmay, to'g'rimi? Ishonchsizlik juda kuchli bo'ladi. Siz bilan bitta konsultatsiya qildik, keyin darslarimizga qo'shdik. 1 haftada shu joyni o'zingiz aytib bering, o'zingiz qilgan qilganingiz. 1 haftada chiqib ketgan, men o'zim ham kuzatganman. 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi kungacha kuzatganman. O'sha menda hech qanaqa simptomlar yo'q, yopishqoq xayollar yo'qligi uchun men Baxtiyor akani o'zlariga telefon qilib, Baxtiyor aka bir suhbatlashaylik siz bilan, agar joiz bo'ladigan bo'lsa, mana bu ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib, bizdek qiynalib yurgan, mana shunaqa shifo izlab yurganlarga qanaqadir katta bir yordamimiz tegsa ajab emas degan fikrni berganman. Bu narsani Baxtiyor aka ma'qullagan va o'sha birgalikda suhbatlashganimizda ijtimoiy tarmoqlar YouTube kanaliga qo'yishgan. Buni o'zlaringizdan ko'rgan bo'lishlaringiz kerak. O'sha paytiga to'liq gaplashib, mana shu holatlarni gaplashib bergan. O'sha 1 hafta ichidagi holatdan chiqib ketib suhbat olib olganmiz. Mana bugun Qashqadaryodan Ataylar ko'rgani kelibdi, Alloh rozi bo'lsin. O'sha payti o'zi konsultatsiya qildik, darslarimizga qo'shganimizdan keyin 1 haftada o'zlarini telefon qilib suhbat qilaylik. Nimaga niyat, maqsad nima desa, hammada ham jur'at bo'lmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarga chiqib, Ziyodulla akadan shunaqa gap eshitganmanki, men boshimni o'tkazdim, 6 oy qiynaldim. Bormagan joyim qolmadi. Lekin
bitta o'sha to'g'ri yo'nalish ushlab chiqib ketdi. Men bu odamlarga aytishim kerak bu narsani. Chunki atrofda juda ko'p ko'ryapman shunaqa qo'rquvlardan, vahimalardan, umuman olganda nevrozdan qiynalib yurgan odamlarni. Deb o'zlari tashabbusi bilan chiqqan. Mana roq borasa 9 oy sal ko'proq, başta 10 oyga yaqinlashib qoldi, deyarli 10 oyga yaqinlashib qoldi. Mana Allohga shukr, hozir faol ish jarayonidasiz, ishda yangiliklar. Men juda ko'pchilikka aytaman. Hali bu kasallikdan chiqib ketasiz, Xudo xolasa. Mana siz ko'rib turibsiz, siz ham chiqib ketasiz. Chiqib ketasiz, chiqqandan keyin bu kasallik ustidan kulasiz derdim. Sizga ham shu gapni aytganman. Xuddi shunaqa. Haqiqatan shunaqami? Haqiqatan shunaqa. Hozirgacha eslayman va kulgim keladi. Men oldin qanaqa holatda yurgan edim, mana chiqib ketgandan keyin men bu holat men uchun kulgili deb o'yladim. Xuddi sizning gapingiz meni juda ham ta'sirini topgan gap. Xo'p, yana juda ko'pchilik savol beradi. Onlayn ham davolansa bo'ladimi deydi. Nima deysiz? Onlayn davolanish ham 100% ma'qul deyman. Ya'ni o'sha Baxtiyor aka bilan men o'zim ham birinchi marta onlayn suhbatlashganimda 40 minut onlayn gaplashganman. Xuddi yonimda turgandek motivatsiyani beriladi. Shunaqangi zo'r motivatsiyalar, mashqlar, yo'nalish bo'yicha o'sha gaplari, o'sha gap ko'pchilikda shunaqa savol berilar ekanda, dorisiz qanday gap bilan tuzalasiz degan savollar. Bu ta'sirini topgan narsa. Mana men o'zim bu narsaga ishonch hosil qilganman. 100%. Men 40 minut gaplashgan bo'lsam, o'sha birinchi kundayoq sezganman bu narsani. Juda katta. Ikkinchi kun ham xuddi shu jarayon, hech qanaqa fobiyalar, boyagidek yoshqa xayollar bo'lmagan, hech qanaqa xavotir bo'lmagan. 3-kun ham va 7-kungacha hech qanaqa holat bo'lmagan. O'sha bir kun gaplashganim evaziga hammasi o'sha yo'qolib ketdi. Bu degani o'sha gap bilan, ya'ni suhbat asosida gaplashganimiz bittagina shu sabab bo'ldi. Bu degani yaqqol o'sha gaplashib ham davolasa bo'ladi. Shunaqa. Shunday. Xo'p, mana agar videoni mana shu joygacha ko'rib turgan bo'lsangiz, ikkilanmang. Bu kasallikda bilamiz, juda ikkilanishlar ko'p bo'ladi. Odam ishonchsiz bo'lib qoladi, odamlar yoqmay qoladi, betoqatlik kuchli bo'ladi. Agar mana shu joygacha videoni ko'rib, qalbingiz ozgina taskin topgan bo'lsa-da, mana pastga nomerlar qo'yib qo'yamiz, o'sha nomerlarga aloqaga chiqing, darslarimizga qatnashing, konsultatsiyalarimizni oling. Xudo xolasa bu o'zi qanaqa kasallik, bundan qanday chiqish mumkin degan savollaringizga javob olasiz. Bizni ko'rib turganlarga qanaqa tavsiyalaringiz bor? Hammaga nasib bo'lsa o'sha nevrozlardan chiqib ketishida Allohdan istab qolamiz, nasib bo'lsa. Hamisha ishonch bo'lsin. Ishonch bor joyda hamma narsani yengib o'tsa bo'ladi. Buning uchun insonda ishonch va sabr, iroda kuchli bo'lishi kerak. Hammaga mana shu sabr, iroda bo'yicha hammaga mana tavsiya qilib qolaman. Baxtiyor akani mana shu o'quv kurslariga yozilib, o'sha o'zlaringizni qiynayotgan boyagidek fobiyalarni davosini topib ketishlaringiz uchun. Bu narsa juda ham ishonchli. Men o'zim kelib Baxtiyor aka bilan yuzma-yuz gaplashib, yana ham kelib, har doim kelib salom alaykum ketamiz Baxtiyor aka bilan. Rahmat Baxtiyor aka sizga. Salomat bo'ling sizga ham. Azizlar, mana tabib emas, boshdan o'tgan tabib dedi. Mana qarshingizda ko'rib turganingizdek Ziyodilla akamiz mana shu siz qiynalib yurgan nevroz kasalligini o'zini boshidan o'tkazib, uni ta'mini bilib, uni hissiyotida, uni hayotida yashab va hozirgi kunda 100% sog'ayib shifo topgan inson sifatida o'zini tavsiyalarini berdi. Agar siz ham mana shu darddan qiynalib yurgan bo'lsangiz, hozirroq pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing, biz bilan bog'laning, darslarimizga, konsultatsiyalarga qatnashing. Xudo xolasa men albatta ishonaman. Siz ham bu kasallikni bemalol yengib chiqasiz.
Keyingi intervyularda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Sizga ham katta rahmat. Rahmat Abdulla aka, siz bilan ko'rishganimizdan juda ham xursand bo'ldim. Sog' bo'ling. Rahmat.